Country can never be We great traveled with a dishonest listen, we press. traveled all the way to Wisconsin. AQSh prezidenti Donald Trump NBC telekanaliga berayotgan intervyusini boshlovchi bilan bahsdan so'ng to'xtatdi. Bunga Kaliforniyada gubernatorlik va Los-Anjeles meri lavozimlari uchun o'tkazilayotgan praymerizlar haqidagi suhbat sabab bo'ldi. Trump Baydenga mag'lub bo'lgan 2020-yilgi saylovni yana bir bor o'g'irlangan deya atab, ayni holat hozir Kaliforniyada ham takrorlanayotganini qo'shimcha qildi. Jiddiy dalillar faqat saylovlar soxtalashtirilganini ko'rsatmoqda. Bu iflos saylovlar edi. Bu yana Kaliforniyada sodir bo'lmoqda, dedi u. Telekanal jurnalisti undan buni tasdiqlovchi dalillar bor yo'qligini so'radi. Siz saylovlar soxtalashtirilganini bilasiz, telekompaniyangiz ham biladi. Hozirgacha bo'lganidan ham ko'proq dalillar taqdim etilgan. Keling, bu mamlakatdagi saylovlar haqida gaplashaylik. Biz 3-dunyo mamlakatiga o'xshaymiz. Sizlarning saylovlaringiz halol emas, o'zingiz ham halol emassiz. Metropress ham halol emas, xuddi ABC, CBS va CNN kabi bir tomonlama va halol bo'lmagan telekanallar, deya qo'shimcha qildi u. Shundan keyin Trump studiyani tark etdi.